Assalomu alaykum aziz obunachilar. Farg'ona shahar Kirgilida Shodlik masjidining oldida 6 sotiklik hovlimiz chiqib qoldi. Hozir obzorlarni ko'rib o'tamiz. Bu tomonga ketsak Drujbaga chiqib ketamiz. Bu tomon chapga yuradigan bo'lsa Pelikanga, o'ng tomonga yuradigan bo'lsa Marg'ilonga tushib ketish. Hozirlar bilan ichki obzorlarni ko'rib o'tamiz. Mana uyimiz oldiga ham kelib oldik. Mahallalar chiroyli, asfaltlar bo'lgan. Juda ham chiroyli. Chap qo'ldan 6-xonadon. Naryoq katta yo'lda bo'yi. Hozir ichki obzorlarni ko'rsatib o'taman. Uyimiz juda ham chiroyli qilib qurilgan. Uyimizga kirganimizda mana bu yerda mashina qo'ygan joylari, plitkalar bosilgan, remontlar zo'r holatda. Chap tomonda mana общий sanuzel, hojatxona, hammomlar ichida bag'da mana oshxonasi joylashgan. Bu tomonda yana bitta xonamiz bor. Uyimiz juda ham katta, xonalari ko'p. Ikkita farzandi borlar ham bemalol yashasa bo'ladi. Uyimizdagi met bo'yicha 6 sotik, lekin 7 sotik atrofida chiqsa kerak. Juda ham katta. Bag'da yurganimizda o'ng qo'lda 4 xona bor ekan. Hozir ichlarini ko'rsatib o'taman. Pastlari pol qilingan. Otopleniylar bor. Remontlar zo'r holatda. Kirganimizda mana bitta xonasi. Bag'da yana bitta xona. Bu tomonda yana bitta xonasi bor ekan. Uyimiz barcha jihozlari qoladi. Bu tomonda yana bitta xona. Pastlari pol qilingan, aytib o'tganimdek. To'g'rida mana chiroyli qilib zelyoniy zona qilib qo'yilgan. To'g'rimizda tashqi sanuzel, yana bu tomonda uylarni ko'rsatib o'taman. Bu tomonimizda alohida yana sanuzellari bor ichida. Bitta xonasi. Bu tomonda o'sha aytib o'tganimdek bitta sanuzeli bor. Remontlari yaxshi holatda. Bu tomonda spalnik bo'lsalar ham bo'ladi. Uyimiz orqa tomonini ko'rsatib o'taman. Orqa tomoni shunaqa o'rab berilgan. Bu tomonda yana bitta xonasi bor. Letniy oshxona bo'lsalar ham bo'ladi albatta. Uyimiz egalari uyimiz uchun 130 ming narx aytishyapti. Pastda nomerlar qoldirib qo'yaman, telefon orqali aloqaga chiqishlari mumkin.